XMG ekskavatimizni rastoshga ishlari davom etmoqda. Mana kovushlari bitgan holatlar mana. Yana ekskavatorlarni olib qo'yganmiz. Hyundai 210 talik markalardagi. Bundagi muammo mana bu kovushni Namangandan zakaz qilib olib kelingan ekan. Buni palezi buni adapteriga tushmayapti. Buni ham joyini kengaytirib rastoshga qilib beramiz. Mana bu texnikalar ham bor. Bu Hyundai 260 talik. Buni ham olib qo'yganmiz. Buni ham palez butulkalarni yechib qo'yilgan. Mana bu kovushi. Buni ham rastoshga qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, servisimiz ham joyida, ham servisda xizmat ko'rsatadi. Bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Rastoshka ishlari sizlar uchun.